Nogironligi bor shaxslar bandligiga ko'maklashgan tadbirkorlarga subsidiya ajratiladi. Vazirlar Mahkamasining 405-sonli qaroriga asosan 2025-yil 1-iyundan boshlab ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi hisobidan har bir nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan yoki ishga qabul qilinishiga yordamlashgan tadbirkorlik subyektlariga subsidiya to'lab beriladi. Ushbu subsidiyalar ikki turdagi tadbirkorlik subyektlariga berilishi mumkin. Bular bevosita o'z korxonasida nogironligi bo'lgan shaxsni bandligini ta'minlagan tadbirkorlik subyektlari, nogironligi bo'lgan shaxsni tadbirkorlik subyektiga ishga joylashishiga ko'maklashgan xususiy bandlik agentliklaridir. Subsidiya bir nafar birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga eng kam oylik ish haqining 3 baravari miqdorida, ya'ni 3.813.000 so'm miqdorida to'lab beriladi. Bir tadbirkorlik subyekti va xususiy bandlik agentligi ushbu turdagi subsidiyalarni maksimum 500 million so'm miqdorigacha olishi mumkin. Tadbirkorlar ushbu subsidiyani olish uchun Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida elektron so'rovnoma to'ldirish orqali murojaat etishlari mumkin. Subsidiya olish tartibi va ariza qoldirish haqida batafsil huquqplus.uz veb portalidagi huquqiy maqola orqali ma'lumot olishingiz mumkin.